97-bab babu hal yu'inu abdahu. Quliga yordam beradimi yo'qmi degan bob ekan. 190-hadis. Sallam ibn Amr degan kishidan, u kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalaridan biridan rivoyat qilgan ekanlar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytibdilarki, ariqqaukum ikhwanukum fa ahsinu ilayhim ista'inuhum ala ma ghalabakum va a'inuhum ala ma ghulibu. Qullaringiz sizlarni aka-ukalaringizdir, birodarlaringizdir. Ularga sizlar yaxshilik qilinglar. O'zingizga qiyin narsa bir bo'yningizga tushib qolsa, ulardan yordam so'ranglar. Va aksincha, ular qiyin holda qolsa, sizlar ularga yordam beringlar degan ekanlar. 191-hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinar ekan. U kishi aytibdilarki, a'inul amila min amalihi fa in amilallohi la yukhayyabu, ya'ni al-xodim. O'sha xodimni, xizmatkorni, qulni ishida yordam beringlar. Chunki bu Xudoning quli, Xudoning ishchisi. Xudoni demak omili, ishchisi noumid bo'lmasligi kerak degan ekanlar. Haqiqatan bir odamning qul bo'lishiga Allohning irodasi ketgan, shunday bo'lgan, demak bu narsani quldorlar ham, boshqa insonlar ham to'g'ri tushunishi kerak ekan. Ularga yordam berish kerak ekan, ularning ko'nglini ko'tarish, har tarafdan yaxshilik qilish kerak ekan.